boshqa narsa bo'lgan. Har bitta masalan mana displodiya bilan bepushtlik bilan keldi yoki homilaga harakat qilyapmizmi, biz bemor bilan tezlikda chiqishlik bilan yetib kelasan deymiz. Nimaga? Qonni suvi quyuqligini, sindrom AFS bor yoki yo'qligini, o'sha homilaga qarshi bironta omil ketyaptimi yo'qmi, infeksiyalar bormi yo'qmi, o'shani nazorat qilish bo'yicha chaqiramiz. Biz o'zimiz ham patsientlarga aytamiz, bo'ldi, bu yog'iga hammasi yaxshi deb kuzatib qo'yamiz, kelma boshqa bu yoqqa. Asosiy periodlarda kesanglar bo'ladi deymiz. O'sha qonni suvi quyuqligini tekshirmoqchi bo'lib, balkim chaqirgan bo'lishi mumkin, ikkita chiqishi bilan keling deb. Oxirgi marta o'sha folikulometriya qildik siz bilan, biz stimulyatsiya qildik, siz o'g'ilga harakat qilamiz dedingiz. O'shandan keyin menstruatsiya bo'lmadi, siz homilador bo'ldingiz. Xo'p, testda ko'rdingiz homiladorligini, nima maqsadda kelmadingizki? Keyin Xo'p, keyin 5 haftada hal